Tezkor xabar. Kokosh operatsiya qilingan klinikada janjal yuz berdi. To'ronini ona qo'qolini. To'ronini qoch. Qani? Qoch. Qochdilar. Nima qildi? Xususiy klinikada tekshiruv boshlandi. Kokoshning operatsiyasi kunidagi kuzatuv kamerasiga yozilgan tasvirlar so'ralganda shifokor birdan hushidan ketdi. Odam o'zini o'rnini operatsiyasini ahvolini so'rasa, doktorlari mazam bo'lmayapti deb yotib olib, shunaqa janjal bo'lyapti. Med konsultant o'zini talabini, bemori talabini ham bajarishmayapti. Klinika xodimlari Kokoshning operatsiyasi va tahlil natijalarini yashirmoqda. Uni operatsiya qilgan shifokor tekshiruvchilardan nimani yashirmoqda? Bu vrach ertalabda meditsinskiy formada ko'chama-ko'cha shashliklar olib, paketchani ushab yurgan, yuragini ushab reanimatsiyaga yotqizib qo'ydik. Doktorimiz yurak ushab qoldi desa, kirisi palatada yotibdi. Tafsilotlar video davomidan o'rin olgan. Video keng tarqalib, boshqalar ham ogoh bo'lishi uchun bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Mumkin. Biza hozir mana bu odamlar, mana bu odamni ko'rib olinglar. Imенно menejer ekan, bizga va'da bergan edi, kamerani ochib, umuman kamera emas, operatsiya jarayonida bo'lganini ko'rsatamiz, rasmga olib degan edi. Umuman ko'rsatayotgani yo'q. Hozir vrachlarimizning hammasini 4 ta vrachchi o'yin qilib, imенно hammani o'yin qilib, mana shu yerdagi zdaniyani vakillari yotib oldi, o'zini kasaliga solib berishmayapti materialni. Biz huquq organlarini chaqirdik. Hozir huquq organlarining otryad hammasi kelib turib olib berdi, kamerani bekityapti. Chunki bemor ahvoli og'ir bo'lgan, bular bekitishyapti. Bemorda gunoy bo'lgan, mishsagacha bo'lgan yarani olib tashlashgan. Hozir chetdan kelgan vrachlar ham hammasi hayron, bizani o'yin qildi bo'ladi. Mana shu klinika, ko'rib olinglar, mana bu klinika. Bu yerga kelsanglar, o'lib ketasizlar. Chunki hozir Kokoshi yarimchalik invalid qilib qo'ygan, u yiringlab ketgan, u protsedurani bizga ko'rsatishmayapti. Biz chet elga yuborishimiz kerak, umuman iloji yo'q, umuman. Mana shuncha vrachlar sarson, biza nimaga keldik, konsuliumga deyapti, o'yin bo'lyapti, bu yerda deyapti. Nimaga o'yin qilinadi? Nimaga? Kokoshning operatsiyasi kunidagi kuzatuv kamerasiga yozilgan tasvirlar so'ralganda shifokor birdan hushidan ketdi. Bu vaziyatdan chiqish uchun bir bahonaligini payqagan va bundan g'azablangan Kokoshning yaqinlari shifoxonani boshiga ko'tardi. Naryoda ushlab turish. Oching eshikni. Ochiq ekan-ku. Och. Qani qoch. To'roningdan. Qani o'yin qilsanmi? To'roningdan. Ona qo'qolini. To'ronini qoch. Qani? Qochdilar. Nima qildi? Bu vrach ertalabda meditsinskiy formada ko'chama-ko'cha shashliklar olib, paketchani ushab yurgan, yuragini ushab reanimatsiyaga yotqizib qo'ydik. Doktorimiz yurak ushab qoldi desa, kirisi palatada yotibdi. Ko'zlarini ochib, qarab. Bu mol doktor. Ana katta doktorlarda uyatga qolib ketmaydi deb o'zini kasalga solib, jinniga solib qochib ketdi. Aytyapti, 3 marta operatsiya bo'lgan bo'lsam deyapti. Kokosh 3 marta operatsiya bo'lsam 3 marta yalindim deydi. Rasmga olib beringlar deb 3 marta yalindim. Har bitta operatsiyada olib bermayapti deydi. Keyin doktor chaqirdim, o'zimni tanishimni deydi. Yonimda turing, kamerada videoga oling, yaramni nimadir nitomindan yashirishyapti desa,
Doktorni yoniga qo'ymabdi, ko'koshni doktorni yoniga. Представляете? Operatsionni kameraga qarab, men rasmga olib qoldimmi deganman. Olishmadim, shuning uchun men iltimos qilyapman. Men qo'limni bekitishyapti mendan nima qolligini. O'zim ishongan doktorimni olib kirdim. Chetga turg'izib qo'yishganman, doktorimni yaqinlashtirishmagan, rasmga ham oldirishtirmagan. Doktorim bilan doktor urushib ketgan. Faqat pulga bu yoqda sotib olyapti hamma narsa. Meni qo'limni rasmi kerak. Mana birinchi operatsiya qilgan vrach, uchinchida etdim, mana o'zlari ham aytdi. Nima olmadingiz ba'zi berib turib. Ruxsat berishmadi. Главное, operatsiya qilgan odamga ruxsat bermayapti klinika. Men tushunaman, men narkozdan o'tirgan bo'lsam ham tushunaman, paski da'vatdan. Kamerani ko'tarib olib beringlar sizlar. Polniy chaqiringlar, olib beringlar kamerani ko'tarib. Boshqa doktorga jo'natishimiz kerak. Men Voqealar rivojini bizning kanalda kuzatib boring. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa obuna bo'lib qo'yishni unutmang. operatsiya bo'lgan kunimdan shu kungacha kamera ochdi, operatsionni eshik kirdi, chiqdi, xonam hamma yetar yurgan turganlarim. Davay, ko'chaga chiqib ketibman, men ochilgandan keyin bara kameraga chiqqanman. O'zimni o'ylab, o'sha ochilib bo'lib suv ketgandan keyin. Ha? Sigaret chakkanlarimiz hammasini rasmini qo'yib qo'yaman. Siz, Abduqodir, Asliddin, Doston, meni xonamda polniy men bilan birga parovoz xirurglar naq qo'y. Sigaret chakib o'tiradi tepamda. Kim sana operatsiya qildi? Bir pachkalab sigaretga ruxsat berganlar. Hujjat Davay bilan 5 ta turamanman. Kim qaysi hujjat odam sana operatsiya qildi? Nima Doston qildi, hammasini hujjati yo'q. Men ham detskiy ortoped ekan, umid ekan. Xirurg emas ekan, hech kim emas. Ko'rsatsin dokumentni. Yopmas klinikani, men reklama qilganman, odamlar o'lib ketsa men javobgar bo'lmayman. Mani deb klinikaga kelganlar kelmaylar o'lib ketasizlar bu yerda. Umuman yopilsin bu medkonsultant klinika. Bo'ldi, qo'y. Bitta video qo'yaman, iltimos hammalar ahamiyatli bo'linglar. Hozir bu yerda bizga shunaqa ajoyib xat qilib berishdi. Boshqa narsalar bo'lyapti, boshqa narsaga aylanib ketdi. Yaxshilik bilan hal qilamiz degan narsani yomonlikka olishyapti. Bu klinikaga umuman kelmaylar, Sog'liqni saqlash vazirligi, prokuratura, davaychi aloqaga chiqinglar. Nima odam o'lib berish kerakmi? Shunchalik ham sog'liq sizlar uchun befarqmi? Biz yaxshilik bilan hal qilamiz degan holatda bu holat bo'lgani yo'q. Hozir 3 ta 4 ta jabrlanuvchi bor. Bu klinikadan jabr ko'rganlar hammasiga yozaman deb turibdi. Shunaqa tuhmatlar bilan yozishyapti. Yaxshilik bilan harakat qilib, hozir Turkiyadagi vrachlar bilan o'la berdi. Turkiyadagi vrachlar aytishdiki, bu narsani oddiy tikib qo'ysang dedi, onkologiyaga olib keladi. Buni dedi, biz 20 kun o'tamiz, srochno yuborgin Turkiyaga. Lecheniya qilib, keyin operatsiya qilamiz. Sizlar aytgan metodda qilinsa dedi, keyinchalik onkologiyaga olib keladi deb tushuntirishdi. Hozir 4 ta vrach gaplashdi konsilium qilib. Lekin bergan xatini hozir ko'ringlar, sizlarga qo'yaman. Va bundan keyingi videolarga ahamiyat mana shu yosh bola sevinchiz qo'ymagan minomatda mani oldida Shoira Otabekova hamma guvoh necha marta telefon qildi. Men qo'rqaman, undan ko'ra meni ozdirmoqchi bo'lib reklama qilsanglar, menga mantaqa yutqizdiringlar dedi. Sizlar yo'q deb turib oldinglar oyog'inglar bilan. Endi bunaqa yozyapsizlarmi? Xudodan qo'rqinglar, xo'pmi? Alloh bor-ku, ilohim bolalaringlardan ko'ringlar shu kunlarni. Ko'rasiz. Yaxshilik qilmayapti, menga sakramasmi bu qizingiz? Mana shu qiz qilgan komilani olib keltirib, oyog'i bilan keldimi komila sizlarga? Qo'ymadinglar-ku, Halimadan keyin qo'rqyapsiz. Guvoh kelib o'tiribdi, Halimani o'ligida borganda o'sha chizilgan edi. Kelmadi. Endi cho'zib qo'ymadinglar-ku, reklamaga kelgin deb. Nima deyapsizlar sizlar endi? Dafiga gapirib yubormasdan, endi mashinaga o'tirganiga bo'ldimi? Sizlarni ko'tinglarni tozalab, bara kameraga borgan mashinaga o'tirib. Undan oldin nekroz bo'lgan, yaxshilik tushunmaydiganlarga yolg'oncha gaplashaman endi. Men o'qimabman qog'ozni, to'g'risini aytsam. Men hozir o'qituvchi shok bo'lib qoldim. O'ziga tashlashyapti, ko'rdingizmi? Nima deb yozganlar? Bizni qoniqarli chiqqan operatsiyadan, yozibdilar, qoniqarli chiqdi operatsiyadan. Keyin biz ularga chekish, ichish, energetiklar mumkin emas deganmiz, mashinaga o'tirish mumkin emas deganmiz. Mana olmadi. Tushundingmi? Deganmiz, shunda ham bular chiqib o'tirganlar mashinaga, sigaretlar chekkandan keyin nekroz paydo bo'lgan deyaptilar. Bara kameraga borishgan faqat mashinaga o'tirib, chislosi ham bor. Nekroz qachon birinchi chiqqanini ham chislosigacha bor rasm videosi bilan. Bular mashinaga o'tirgandan keyin bo'lgan nekroz deyishyapti. Uyaringlar, Allohdan qo'rqinglar.
Allohdan qo'rqinglar. Billa chakib o'tirgan videolaringizni qo'yib tashlayman hozir. Hamma gapingizni qo'yib tashlang. Allohdan qo'rqinglar. Nikros barakameraga borgan-ku. Barakameraga borgandan keyin boshlangan deyaptilar. Nikros ikkinchi kuni bo'lgan, rasmi bor chistosi bilan. Chakkandan keyin nimadir qilgan deb yozilgan, tushunmadim. Ruxsat berilmagan, anaqa ruxsat berilmagan bo'lsa, lekin o'zlari ruxsat berganlar chekishga. O'zlari o'tirib birga chekkanlar. Bir pachkagacha ruxsat berganlar. Nima farqi bor? Sen kim o'zingga qisib yoshmana qo'timdan chiqqan bu qimsani? Sen gapirma. Sen o'zing Sanab keltirding meni qizimni shekka. Reklamaga deb kelmayman halimadan keyin qo'rqaman desang. Dahoya telefon qilyapti. Ma'qullar o'sha bo'lib kelmaganman. Barakameraga borgani uchun yara qotib qolib kichkina bo'ldi. Rahmatlilar o'zi bordi. Sizlar hozir mashinadan keyin bo'ldi deyapsiz. Ikkinchi kunda bo'lgan o'sha rasmda bor chistosi bilan. Sen qo'shilma. Assalomu alaykum Instagram xalqlar do'stligi saroyi. Ertalab doktorning gaplarini eshitib, yana bir marta убедиться qildimki, bular mol doktor, реально mol doktor. Normalniy doktor как aytishi mumkin? Sigaretdan, adrenalindan mashinaga o'tirgandan nekroz boshlanib ketdi. Nekroz bu doktor nimaligini bilmaydi shekilli. Men transvestit bo'lib turib, nekroz nimaligini bilaman. Nekroz кровоснабжение, аша zonaga, поврежденной zonaga кровоснабжение, kislorod yetmasa, этот кусок кожи o'ladi, odamni o'ligidek chirib ketadi. Кровоснабжение сосудаlarni o'ldirib qo'ygan bo'lsa, ko'jaga, organizmga, o'sha поврежденный zonaga kislorod, qon yetib bormasa, o'sha joy chirishni boshlaydi. Qaysi miya bilan bu doktor aytayaptiki, sigaretdan, adrenalindan mashinaga o'tirgandan bo'lgan deydi. Dalba mol doktor bilat, dalbayub mol doktor. Bilat nekroz birinchi kuninglar paydo bo'ladi. Birinchi kuninglar qizarish boshlanadi. Потому что ты неправильно операцию сделал. Sen неправильно операция qilgansan. Yiban tanomasdan u yoqqa tashab, bu vinovat, u vinovat, qo'shnisi vinovat. Mashinaga o'tirgani uchun nekroz. Dalbayub nekroz birinchi kuninglar paydo bo'ladi. Operatsiyadan keyin просто xatoyini tanomaging kelmayapti. Med konsultant klinik, qassobxona, dalbayub polniy. Shunchalik odam mol bo'lan, men trans bo'lib turib bilaman. Nekroz это повреждение кожи, кровоснабжение bo'lmagani uchun koja o'lishni boshlaydi. Ko'koshda oltida yana bitta qiz yotibdi. O'zi qilmagan, vrach charchab ketib, yordamchilariga bergan. Yordamchilari qilgan operatsiyani. 8 soat bo'lgan operatsiya, представляете? Ko'koshda yonida bitta qiz yotibdi. U qizni operatsiya qilgan shogirdlari aytayapti. YouTube'ga qarab qildik deyapti operatsiyani. YouTube'ga qarab, odamlar bormanglar bu klinika konchiniga. Nekroz nimaligini mana men bilaman. Mana nekroz bo'ynimda. Meni ham bitta dalboyob vrach повредить qilgan mana shu joylarimni. Nekroz qorayib ketgan kojani qirqib optashamaguncha hech qachon bitmaydi. U ko'koshda yarasini atrofigacha hamma yo'q nekroz bo'lib ketgan. Bu ошибка врачей. Ошибка врачей. Bu doktorlarning xatosi, это 100%. Любой ekspertiza aytadi. Bu vrachlarning xatosi. Hozir dalbayob onasi bilan, bizni niholimiz bilan, boshqalar bilan, barchim bilan tortishib yotibdi.